Tohir Zuhra ziyoratgohi Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani G'uzor shahridan shimolga 45 kilometr masofada Qovchin mahalla fuqarolar yig'inining Qovchin hududida joylashgan. Tohir Zuhra ziyoratgohi Tohir Zuhraning ramziy qabri, shiypon, muzey, peshayvon, darvoza xona kabi binolardan iborat. Ziyoratgohda Tohir va Zuhra afsonasidagi voqealarga asoslangan asar qahramonlari haykallari majmuasi, favvora bunyod etilib, atrofga har xil manzarali daraxtlar ekilgan. Endilikda bu hudud sayohatchilar diqqatini o'ziga tortadigan xiyobonga aylangan. Tohir va Zuhra ziyoratgohida kiraverishda marmar toshga shunday yozuv bor: Tohir va Zuhra sevishganlar xiyoboni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan bunyod etilgan. Tirik haqiqat va muqaddas qarorgoh xalqimizning bu afsonani yod aylab, uni asrab-avaylashimiz zarur. Tohir va Zuhra qabristonini obodonlashtirish masalasiga birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov Qashqadaryo viloyati hokimi bo'lgan davrda katta e'tibor bilan qaradilar. Islom Abdug'aniyevich Karimovning ajoyib xislatlari bor edi. U kishi buyuk ajdodlarimiz qabrlarini, muqaddas qadamjolarni, aziz avliyolarning qabrlarini obod etishga doimo da'vat etardilar. Xalq orasida e'zozlanib kelingan Tohir va Zuhra dostoni O'zbek telefilm studiyasi tomonidan yaratilgan ajoyib ekran asari aslida to'prog'imizning aynan shu joyida suratga olinganligini hech kim bilmasa kerak. Sharq yulduzi jurnalining 1988-yil 8-sonida taniqli yozuvchi Berzekov Tohir va Zuhraning qabriga daxldor tirik afsona asarini chop etgan. Muallif Qovchinlik qariyalarning hikoyalari asosida 2 yoshning go'zal sevgisi to'g'risidagi ajoyib asar yaratgan. Tohir va Zuhra qabristonidan 400-500 metr masofada Qashqadaryo bo'yida Omonota tepaligi bo'lib, bu tepalik bir vaqtlar xon qarorgohi bo'lgan va Tohir va Zuhralar shu qo'rg'onda yashagan ekan. Hozir Tohir Zuhra qabristoni obodonlashtirilib, u yerda Tohir va Zuhraning ramziy yodgorlik ansambli qurilgan. Ne qilay bu jonli kim yo'q